O'zbek fuqarolariga tezkor xabar. O'zgidromet hafta davomida O'zbekistonga yana sovuq havolar kirib kelishidan ogohlantirdi. Barcha fuqarolar tezda ehtiyot choralarini ko'ring. Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. So'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Ushbu haftada O'zbekistonda biroz sovuq va nam havo kirib kelishi kutilmoqda. Bu haqida O'zgidromet xabar berdi. Bugun O'zbekiston bo'yicha yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqatgina Qoraqalpog'iston Respublikasi va Navoiy viloyatining shimoliy hududlarida ba'zi joylarda qor yog'ishi mumkin. Havo harorati kunduzi 5-10 daraja iliq atrofida bo'ladi. 27 va 28 yanvar kunlari Rossiya hududidan nam va nisbatan sovuq havo massalari kirib keladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik yomg'ir qorga aylanadi. 29-30 yanvar kunlari esa havo massalari sharqqa tomon siljiydi. Respublikaning markaziy va sharqiy hududlari bo'yicha ba'zi joylarda biroz qor yog'ishi mumkin. Toshkentda bugun yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 7-9 daraja iliq atrofida bo'ladi. Ertaga kechga tomon yomg'ir yog'ishi mumkin. 28 va 29 yanvar kunlari vaqti bilan yog'ingarchilik yomg'ir qorga aylanadi. 29 yanvar kuni kechasi harorat 1-3 daraja sovuq, kunduz kunlari 0-2 daraja iliqqa pastlaydi, deyiladi xabarda. Videoroliklarimiz maksimal darajada tarqalib, barchaga e'tiborishligi uchun o'z hissangizni qo'shing. Like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.